Jizzaxda o'tirgan joyingizda Ravach yoki Davchani bozor narxida yetkazib beradigan do'kon borligini bilasizmi? Buning uchun 24 soat ishlaydigan uyga oid do'koniga aloqaga chiqamiz va buyurtma qilamiz. Raqamini Instagram sahifasidan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uyga do'kon ishladi? Aka, sizlarda Davcha topiladimi? Davcha bor albatta aka. Dastavkasi bormi sizga Osiyon oldiga? Bor albatta aka. Yetkazib beramiz. Bitta idish shaxsan bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Albatta. Osiyo restorani oldiga bepul yetkazib berishdi. Endi tatib ko'ramiz. Aytgancha, faqat yuragi bo'shlar ko'rmasin. Qani boshladik. Bismillah. Lekin hozir bittasi kommentda sani faqat qorni to'qlar ko'rmaydi deb qarg'aydi-da. Bu ham to'g'ri. Shuning uchun ko'rsatmasdan paqqos tushiramiz. Kechirasizlar. Uyga ayt bilan vaqtim ham, pulim ham tejaldi. Video foydali bo'lsa obuna bo'ling. Jizzaxdagi shu kabi videolarni ko'p ko'rsatamiz.